Azizdagi sotuvga O'zbekistonda yagona bo'lgan Genesis avtomobili keldi. Hozir paytda Azizdagi puldor xo'jakeli ko'pi Genesisga o'tyapti. Buni sababi nimada? Birinchi sabab Azizdagi tashqi ko'rinishi. O'zi ko'p tursin, juda ham chiroyli, derski ishlangan. Azizdagi ikkinchi sababi motori. Juda ham mo'shli motor turibdi. 3,5 litrlik turbina motor bilan jihozlangan, 415 ta kuchiga ega. Uchinchi sababi ichkarida ko'ramiz. Azizdagi nimaga sizga yagona deganim sababi buni usti ko'rinishi Black Edition. Black Editionning long versiyasi O'zbekistonda yagona. Uchinchi sababi o'zi ko'rib turibsiz, saloni nastoящий koreyskiy Maybach. Azizdagi full kompyutatsiyada mashinamiz. Zavoddan konfiguratordan zakaz qilasiz-ku. O'shanda hamma knopka bosib chiqilgan zakaz qilinayotganda. Koreyskiy Maybach deganida bitta mana funksiyasini ko'ring. Buloqjon, nima durli bo'lib ketyapti? Oyoqlarimni ko'tarib tashlayapti. Gap bo'lishi mumkin emas. Bemalol uxlab ketsa ham bo'lar ekan-da bu. Bo'ladi aka. Ikkinchi qatorning navrotli ham, birinchi qatorda ham bor. Bilol aka, mashinaga gap bo'lishi mumkin emas. Buni narxi nechi pul? Narxini tashqarida gaplashamiz. Biloljon, O'zbekistonda yagona deyapsiz. Black Edition. Long versiyada. Buni narxi ancha qimmat bo'lsa kerak. Yo'q, Azizdagi narxi zo'r chiqyapti. 202 ming so'rayapmiz. Sunnatiga o'tib beramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, kimga qiziq bo'lsa Biloljon Motors hamda Benefit Motorsga murojaat qilsanglar bo'ladi. Mashina bo'lsa ham bepulga reklamaga qo'yib beramiz. Sirojcha sotmoqchi bo'lsanglar, naqd pul sanab olib qolamiz. Salomat bo'ling.